Assalamu alaikum. Бүткіл дүнияның әр қайсы yerlerde yaşап atқан барлық Şərqi Türkistanlıq qarindaşlar, hənnə vasанлыға Allah'ın güzel salamları olsun. Allah hənnə vasımızı hər yerdə, hər cayda salamet qilsin. İşlərimizə utuqluq, ailemizə xatırcamlik, dinimizə salametlik ata qilsin. Qarindaşlar, bugün Facebook'ta bir canlıq video qoyuşunu doğru gördüm. Bu videomu bayraq doğrusu da. Meyli Avrupa'da olsun, meyli Amerika'da olsun, dünyanın her qaysı yerlerde şu Uyghur halkını köysün, Şərqi Türkistanlıqını anlısın dep, meyli Uyghurlarının içinde bulavatkan siyasi faaliyetlerini bolsun, meylivetlerimiz boğan Şərqi Türkistan'daki Xitay təcavüzçilərinin qılavatkan zulümlerini anlatıvatkanlar bolsun. Bunların tunulgan, üzünü şundaqılıqı hem siyasiyon, hem ziyali, hem nayet akıllık, hem nayetliqı bilimlik Uygurlarının sanalgan insanları dep bilimiz hem üzümü şundaq dep itiraf kılıdı. Bu şundaq insanlarımız meyli Amerika'da bolsun, meyli Avrupa'da bolsun, işlevatkan videolarda bir bayraqını koyanmavatkanıga men hayran. Bunu davamlıq men dep kelevatkan bir tema. Meyli müstakil Vatanımızdan müstakilliği üçün dava kılıvatkanlar bolsun. Meyli Uyghur halkının vatanımız boğan Şərqi Türkistan'da Xitay təcavüzçiler tarafından zulümge uçqavatıdı. Muşunçilik Uygurlarını Xitayla öttürüp yok kılıp etti ve lagırı sulap ve içkir ülkelerge apırıp Uyghur yaşlarını kırıp yokutup etti dep muşundaq sosyal medyasında, ictimai uçurlarda söz kılıvatkanlar bolsun. Bu vatanımız boğan Şərqi Türkistan'ın bu ay yıldızlık simbol bu bayrağını nime dep koyanmaysızlar? Maksat nime o? Bu şundan bir düşünce versenler. Şərqi Türkistan yaşlar kurultayı dep çıkan üzerindeki müstakilçi biz oңçılar degenlerimi tolu dep жүрüp, Avustraliyada turduğan birisi taxmışçılık bir bayrağını koyap bodok videosta gap qilganını gördüm. Bir çoğurak bayraq çıkmadı, ben de muşun değişik doğru keldi. Davamlı qilib bayraq qoyganlarga, bayraq üçün gap qilganlarga, dava qılıvatkanlarga, Xitay təcavüzçilərinin Uyghur xalqıga ilib beriyatkan zulümünü anlatıvatkanlarga, namayış qılımızda bayraq götürüp meydanga çıqqanlardan husu çıqırdı. Bu Xitayning adimi, bu münafıqlar qurultayı, Aqçıkökçü, andaqçı, mandaqçı, dumbaqçı dep. Esli vatanning sırtıda turup, mustaqilliqini qo'lga keltiraman deydigan adam birinchi qalbida mustaqil qilish kerak, ikkinchi ideyasida mustaqilliqini qilish kerak. Bu qalbida mustaqillik demeklik, mana shundaq ay yulduzliq ko'k bayraqni бүткіл dünyanın her qaysı yerlerde nimeli buluştan qat'i nazar kötürep mağalaganda videolarga şundaq aqısı qoyap ve aldı qoyap söz qılıp çıqalaganda o mustaqillikning ifadesi bilindi. Bayraqni qoyap chiqishdan qo'rqab ve yoki bayraqni kötürep benishdan qo'rqab bayraqni ko'targanlarga qo'pab elaq munofiqlar, aqçıkökçü, andaqçı, mandaqçı, dumbaqçı digerler, bu da xatarlik insanlar qarindaşlar. Bu da xatarlik insanlar. Çünkü üze hiçbir vakit bayraqni qo'yganini men ko'rmadim. Mesela Amerika'da bir ikkilis tunulgan insanlar. İkkilis tunulgan insanlar. Men açık değil. Birisi Erkin Sıdık, ikkinchisi Qozat Altay. Meyli özünün şəxsi programması olsun. Meyli Uygurlar toğırlıq sözlep çıkan söz erkek videoları olsun.
Bayrakni nemish qo'ymaysizlar? Vatanning ismi Sharqiy Turkiston bo'lganligiga ishonamsizlar? Vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonning ay yulduzliq ko'k bayroq bo'lganligiga ishonamsizlar? Buningga ishonsanglar, cho'qim ay yulduzliq ko'k bayroqni qo'yib chiqinglar. Videosinglarda buni ko'rstinglar. U vaqtda bir yaxshi ko'rgan xalq va boshqa millat sizlarni necha ming qatim yaxshi ko'rishga tirishadi. Agar sizlarning balki Xitoyning siyosati o'zgarib kelib qolsa, men vatanga boraman deydigan nimanglar bo'lsa, uni echiqdanglar hozirdan tortib. Echiqdanglar. Bu Xitoy anda qiladi, Xitoy manda qiladi deb hozirlik jar silib, endi Xitoyning siyosati biroz o'zgargandikin, hozir ma vatanning sirtidagi Uyg'urlar berib kelayotganlar bor. Ashlardagidek bir niyatinglar, g'oyanglar, maqsadinglar bo'lsa, uni echiq deb xalqqa o'zingizning ifodanglarni bildiringlar. Biz bu bayroqni qo'yib olsakmi, mustaqil qilinmagandikin, endi biz Xitoyning siyosati o'zgarib kelib qolsa, biz berib kelamiz. Desanglar, onunğa iliqi o'zingizning erkinligi, o'zingizning ixtiyori bo'ldi. O vaqt Uyg'urlar to'g'riliq gap qilmasanglar taxi yaxshi. Sharqiy Turkiston to'g'riliq gap qilmasanglar taxi yaxshi. Hozir chiqib endi videolaringlarda Xitoylar manda Uyg'urlarni izyapti, anda qilyapti, manda qilyapti deb bayroqni qo'ymaganinglar, bular biroz iliqi meni gumonga solyapti. Meni qayil qilish majburiyatinglar yo'q. Ama haqiqiy Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlar uchun so'z qilaman deydigan, video ishlaydigan Uyg'urlar cho'qim ay yulduzliq ko'k bayroqlarni, ay yulduzliq ko'k bayroqimizni qo'yib video ishlashinglarni umid qilaman. Chunki Avstraliyadagi Umid Musabayev deydiganmi, yillarcha qilgan videolarda hech bayroq ko'rmagandim. Bodo hamda bu hamdalaqi Uyg'urlarning manda akademiya bo'lish kerak, manda bo'lish kerak, andaq ziyolilar mandaq nima bo'lish kerak deb hamda ular hujum qilgan shakllarda hozir ma vatanning sirtidagi bir turkum shundaq ziyolilar bor. Bularni hozir ular bizga yaramaydi, bizga mandaq kerak, andaq kerak deb turib, bir bayroqni qo'yib chiqibdi. Jiq dedim men. Bu vatan to'g'riliq, vatanning mustaqillik to'g'riliq, xalqning ozodlik to'g'riliq, xalqning zulm ko'rayotganlik to'g'riliq so'z qiladigan har qanday bir Sharqiy Turkistonlik, har qanday bir Uyg'ur agar video ishlashga to'g'ri kelsa, cho'qim bu ay yulduzliq ko'k bayroqimizni videosimizni ko'rsatishimiz kerak qarindoshlar. Balki bu mening gapimni anglab asliga mijozinglarga yoqmaydi mening gapim. Buningdan muxsus tepishinglar mumkin. Buningdan melaqa o'zinglarcha bilimlik ulab ketib, mening so'zimni e'tirof qilmasliginglar mumkin. Agar har qanday bir Sharqiy Turkistonlik, men Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur deydi ekan, mushundaq sotsial media ijtimoiy uchurlarga video ishlab chiqadi ekan, cho'qim bu ay yulduzliq ko'k bayroq bilan chiqish kerak. Birinchi bo'lib biz kallamizda, qalbimizda vatanning mustaqilligini qurishimiz kerak. Buni qilmay turib, qanchalik jar salaydiq, bir bayroqni esib video ishlab chiqib, xalq taqtammagan bu sotsial media ijtimoiy uchurlarga yo'llayolmagan Uyg'urning mustaqillik uchun kurash qilaman. Men o'ngchi, u solchi deganning hammasi mening nazarimda nol. Nima qilib ketmang. Chunki birinchi bo'lib bu bayroqni siz itiraf qilishingiz kerak. Sharqiy Turkistonning bayrog'i bo'lganligi uchun siz buni hurmat qilib, har bir Sharqiy Turkistonlik uchun qilgan so'zingizda bu siz bilan birga bo'lish kerak demoqchi. Bugungi so'zim mana shu bayroq demisdiki, chunki bu erkin davlatlarda yashab, erkin yashayotgan, erkin fikr qilayotgan Sharqiy Turkiston uchun, Uyg'urlar uchun Xitoyning qilayotgan zulmini dunyoga anglataman, ham Uyg'ur xalqining qilayotgan manda kamchiliklari va buni men bu shakllarda tuzitaman deb
video işləyətkan hər qandaq bir Şərqi Türkistanlıq çoxum bundaq video işləşdən burun bunu oylab, yaxşı təfəkkür qılıb, şu bayraq bilan çıxışınlarını ümid qılıman. Çıxmağanlardan gümanlanaman. Gapning uçqini qilsam. Ko'cha menib ketib berib, sosyal media, ijtimoiy usullarga ma shakllari bir gap taqib qo'yadi desang, u ayrı bir masala. U ayrı bir masala qarindoshlar. Misal bir sayohatga bordinglar yoki bir joyga ziyoratga bordinglar, vaqtda ma shakllarda chiqib uni taqib qo'ysanglar ayrı bir masala. Atayın o'ttirib mush xalqimga mush xabarni yetkazib qo'yay. Xalqimning mushundan xabari bo'lib qolsin deb mushundaq video ishlaydiganlar mutlaqo ayolto'zoq ko'k bayrog'imizni qo'yib, shuning bilan birga video ishlashinglarni umid qilaman. Bugungi videosim mana mushita qarindoshlar. Bugungi demoqchi o'g'lim yuqorida dedim, Amerikadagi Erkin Sidiq davomliq video ishlaydi, bir bayroqni ko'rmayman. Quzat Altaymi davomliq mayli Türkçe olsun, mayli Uyg'urcha bo'lsin, bu şekillerde Uyg'urlarning masalasi to'g'riliq gap qiladi, so'z qiladi. Bu kelganim bir bayroqni ko'rmayman. Bunday desam balki ularga yoqmaslik mumkin. O'zimizning o'ylaganlari va o'zimizning fikrlari va qanday o'ylaganlar bo'ladi. Buni tafakkur qilishga to'g'ri keldi. Qanday o'ylagan bo'ladi endi. Agar Sharqiy Turkistonlik uchun, Uyg'urlar uchun so'z qilaman deydikansiz, bayroq sizning har bir videosingizda birga bo'lishi kerak. Shaxsiy tijoratingiz bo'lsa, o ayrı bir masala. Tijoratingizga mening aralashadigan Sharqiy Turkistonlikning aralashadigan haqqingizmi yo'q? Tijoratingiz ayrı bir masala. Chunki mushu mayli Yevropada bo'lsin, mayli Amerika, Kanada, mushtarakdagi har bir Sharqiy Turkistonlikning Sharqiy Turkistonlik uchun, Uyg'urlar uchun Xitoy tajovuzchilarining qilayotgan zulmini anglataman deb sosyal medyası, ijtimoiy usullarga mana bu şekillerde video ishlab qo'yib qolsanglar, cho'qim ayolto'zoq ko'k bayroq birga bo'lishi kerak demoqchiman qarindoshlar. Allohning o'ziga ma'nat bo'ling.